Aka, shunaqa ham baxtli inson bo'lasizmi? Shunaqa ham shunday liftdan tushasiz, magazin. Chiqasiz, shunday uyingizga kirib kelasiz. Qarang, bu yerda mana ko'rishimiz mumkin kuxnya qismimizni. Kuxnya ham yaxshi o'lchamda, remontlar bilan tayyor xonadonimizni ko'rishimiz mumkin. Koridorlari mana keng holatda, bir sidra chiroyli qilib remont qilingan. O'ng tomondan mana ko'rib chiqamiz. Bitta bizning zal qismimizda tashqariga qaragan oynalari bor. Chiroyli kino qilib, aboylardan qilib qo'yishgan. Xonadonimizni 75 kvadratdan iborat bo'ladi. Bu yerdan yurib kelamiz, chap tomonda yana keyingi xonani ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham zal sifatida foydalansangiz bo'ladi. Tashqari tomonga qo'yilgan oynalar bor, chiroyli lustralar qo'yilgan. Xonadonda sirazi kirib turib, yashab ketasiz. Shunda nima bo'lsa hammasi qoladi. Sanuzerimiz razdeniy holatda bo'ladi. Bu yerda mana yuvinish xonamizni ko'rishimiz mumkin. Yonida mana hojat xonamiz razdeniy va uni oxirgisi ota-onalar yotoqxonasi. Ota-onalar yotoqxonasi. Xonadonimiz Yangi Hayot tumani Sputnik 16 da joylashgan bo'ladi. Ya'ni 7-8 metr bilan metro, pastda mana детский plashatka, maktab, bog'cha sharoitlari bor. Xonadonimiz 7 qavatli domni 5-qavatida joylashgan bo'ladi. Ya'ni pishug'ishdan qurilgan, tarsivoy emas, issiqqina bo'ladi. Qish paytlarida 69900 baholandi. Qiziqqanlar bo'lsa, nomer qoldiraman, telefon qo'yasizlar. Agarda ijarada turganlar, ozgina pul yig'aman, shunda ola qolaman shu uyni, bekorga investorga pul to'layman deydiganlar bo'lsa, 19 minglar bilan ipotekaga ham to'g'rilab beramiz. Telefon qo'yinglar.